Bo'ldi. Xo'p, boshlayapman. Qatnashchilar. Xo'p, mavzuyimiz ish haqqi imtiyozlari. Ya'ni bu mavzuyimizda nodavlat bog'cha tizimi emas, barcha tadbirkorlar uchun, barcha yuridik shaxslar, ya'ni buxgalter hisobini yuritayotganlar uchun taalluqli. Demak, ish haqqi bo'yicha imtiyozlarimiz bor. Imtiyoz turlari soliq kodeksi bo'yicha yoki prezident farmonlari, prezident qarorlari bo'yicha ham imtiyozlar bor, har xil imtiyozlar. Demoqchi bo'lganim, imtiyozlarimizni ikkiga bo'lamiz. Birinchisi umumiy, ya'ni yuridik shaxsning uchun barcha xodimlar uchun tegishli bo'lgan imtiyozlar. Ikkinchisi individual, ya'ni har maxsus, ya'ni asosan alohida bitta shaxs uchun belgilangan imtiyozlar bo'ladi. Imtiyoz qo'llayotganimizda birinchi individualnisini qo'llaymiz. Xodimlar uchun asosiy bir kishi kimgadir tegishli bo'lganligi uchun boshlaymiz, hisoblanadi. Undan keyin qolgan qismiga qarab turib umumiy belgilangan imtiyozlarni qo'llash kerak bo'ladi. Bu nima degani? Misol uchun korxonada yoki tashkilotimizda 10 dan oshiq xodim bor desak, mana shu korxonamiz o'zi imtiyozga ega. Misol uchun qandaydir uzoq joyda joylashgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir imtiyozli iqtisodiy zonada joylashgan bo'lishi mumkin. Shunga asosan unga daromad soliq imtiyozi berilgan. Qanchadir 12% ga nisbatan 1% mi yoki 0% mi qanchadir miqdorda berilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari qaysidir xodimini imtiyozi bor yoki nogironligi bor yoki boshqa bir qanaqadir o'zini sababiga ko'ra imtiyozi bor. Bunda qanday qo'llanadi? Dastlab birinchi shu xodimni o'ziga imtiyoz qo'llanadi olgan oyligiga nisbatan. Undan qolgan qismiga korxonaning jami xodimlari bo'yicha hisoblangan imtiyoz bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Mana shular bo'yicha bir to'xtalib o'tamiz. Asosiy masalani, ya'ni asosiy qismni savol-javobga qoldirganman. Qisqa to'xtalib o'taman, yo'nalishlar berib o'taman, keyin savol-javoblarni boshlasak bo'ladi. Xo'p. Asosiy imtiyozlarimiz ko'p qismi, ya'ni soliq kodeksida ko'rsatib o'tilgan, mana ekranga ko'rsatib qo'ygan asosiy qismini, ya'ni bu yerda o'sha mana O'zbekiston qahramoni olganlari, shuhrat ordeni olganlariga berilgan imtiyozlar, bularga qanday bular asosan o'sha birinchi aytgan etapimiz, ya'ni individual tarzdagi imtiyozlar bular. Xodimlar ichida kimdir shunaqa imtiyozga ega bo'lsa, xuddi shunga qo'llaniladi. Bu yerda mana urush nogironlariga, bolalikda nogiron bo'lgan shaxslarga, urush qatnashchilari bo'lganlariga hamda 2 va undan ortiq 10 yoshga to'lmagan farzandlari borlariga qo'llaniladi. Bundan tashqari ham ko'plari bor, har bittasiga to'xtalib o'tmayman. Bu kodeksda 380-moddasida ko'rsatib o'tilgan, keltirib o'tilgan, har bittasi bo'yicha to'xtatib o'tilgan, belgilangan. Bu yerda o'zlarini eng kamol ish haqqiga nisbatan koeffitsiyentlarda yoki qanchadir qat'iy miqdorlarda inch pulgacha imtiyoz berilganligi ko'rsatib o'tilgan bu yerda. Misol uchun bular orasida bolalikda nogironligi bo'lgan shaxslar, birinchi, ikkinchi guruh nogironi bo'lgan shaxslarga har oyligiga nisbatan eng kam oylik ish haqqining 3 baravarigacha bo'lgan miqdorda imtiyoz belgilangan. Demak, oladigan oyligi 3 baravardan yuqori bo'lsa, 3 baravargacha bo'lgan qismigacha soliq to'lanmaydi. Undan ortgan qismiga 12% daromad soliq sifatida tartibida hisoblanadi. Boshqa shu kabi daromadlarga, ya'ni imенно mana shu 380-moddasida kiritilgan boshqa imtiyozlarga eng kamol ish haqqining 1,41 baravargacha miqdorida imtiyoz belgilanadi, hisoblanadi. Undan ortgan qismiga, ya'ni o'sha eng kamol ish haqqi hozirda 1,155 ming bo'lsa, ertadan, ya'ni 1-iyuldan boshlab prezident farmoniga asosan 1,200 ga oshdi, 1,271 ming so'mga oshdi. Mana shunga nisbatan 1,41 koeffitsient baravar yuqorigacha bo'lgan miqdordagicha soliq hisoblanmaydi. Undan ortgan qismiga soliq hisoblanadi. Agar xodimning ish haqqisi shu 1,41 baravardan oshmasa, demak undan daromad solig'i ushlanmaydi. Bundan tashqari mana shu deylik, korxona IT park rezident, ya'ni u IT park rezidenti bo'lsa, IT park rezidentlari uchun imtiyoz bor. Ular daromad solig'ini 7,5% miqdorida to'lashadi. Endi shu IT park rezidenti bo'lgan tashkilotimizni bitta xodimi o'zini alohida individualniy imtiyozi bo'lsa, dastlab buni o'ziga imtiyoz qo'llanadi. Misol uchun oyligi 5 million deylik. Hisoblangan imtiyozga nisbatan 1 million yoki 1,5 million imtiyoz hisoblansa, undan ortgan qolgan qismidagi oylik qismiga 7,5% miqdorida, ya'ni ikkinchi imtiyoz bo'yicha daromad solig'i hisoblanadi.
mana shu vebinarimizni videosini ham tashlab qo'yamiz hamda mana shu imtiyozlar bo'yicha hisoblanadigan alohida jadvalimiz bor Excelda hisoblanishi kerak bo'lgan tartiblari nafaqat imtiyozlar oylik hisoblanish to'g'risida ham Excel o'sha bitta jamlangan Excel formamiz bor shuni tashlab qo'yamiz barcha uchun foydalanishlari mumkin bo'ladi soliq kodekslari bu yerda ko'rsatilgan hammasi tayyor hisob kitoblar qanday hisoblanishi kerak bo'lishidan to'g'risida barcha ma'lumotlar bor bitta Excel faylga jamlangan uni tashlab qo'yamiz foydalanishlari mumkin bo'ladi keyin yana qanaqadir imtiyozlar to'g'risida ma'lumot bilmoqchi bo'lsanglar hozir ekranda bitta ko'rsatib o'taman qayerdan bilsanglar bo'ladi chunki odam barchasini eslab qolish qiyin lekin qayerdan qidirishni bilib olishimiz kerak birinchisi soliq kodeksida ko'rsa bo'ladi ikkinchisi may 3 soliq degan soliq saytimiz bor xuddi mana shu yerda qayerda qanday ko'rsatish kerak qanday topish kerakligini qisqa yo'lini ko'rsatib o'taman barchalar shu mana shu saytdan bemalol o'ziga tegishli bo'lgan soliq bo'yicha imtiyozni tekshirib olishlari mumkin bo'ladi misol uchun bittasiga taxminan bitta firma nomidan man 3 soliqqa kiraman mana shu yerda mana xizmatlar menyusiga kiraman u yerda imtiyoz deb yozsam bizga topib beradi mana imtiyozlarimiz mana shu imtiyozlardan biz murojaat yuborish tugmasini bosamiz va mana bu yerga kerakli normativ huquqiy hujjat turini tanlaymiz agar biz imtiyozimiz o'sha soliq kodeksiga tegishli bo'lsa soliq kodeksini tanlaymiz va bizga kerakli soliq turimizni tanlaymiz bu yerda nafaqat daromad solig'i barcha soliqlar bo'yicha imtiyozlarni tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi mana qo'shilgan qiymat solig'i foyda solig'i aylanmadan soliq aks solig'i ijtimoiy soliq barcha soliq turlari yozilgan daromad solig'ini kerak bo'lsa tanlaymizda xuddi shu daromad solig'iga soliq kodeksida belgilangan imtiyoz turlarini mana bu yerda tanlashimiz mumkin bo'ladi mana har bittasi bo'yicha bemalol keltirib o'tilgan keraklisini tanlab shu bo'yicha ma'lumot olishlar mumkin bo'ladi misol uchun bittasini tanlab ko'raman soliq kodeksini 178-moddasida keltirilgan xalqaro sport musobaqalarida olingan sovrinlar bo'yicha sportchilarga beriladigan mukofotlar daromad solig'iga tortilmaydi har bitta belgilangan mana bu ya'ni qisqartirilgan raqam bo'yicha qanday imtiyoz borligini bilib olish mumkin bo'ladi mana bittasini tanlab ko'raman mana O'zbekiston qahramoni Sovet ittifoqi qahramoni bo'lganlar uchun daromad solig'idan ozod qilingan mana bu yerda davri ham bor 20-yildan 29-yil yakunigacha bo'lgan davrgacha mana xuddi mana shunday shaxslarga daromad solig'idan ozod qilingan boshqa barcha turdagi soliqlar bo'yicha ham qiziqsanglar xuddi mana shu yerdan bemalol bilib olishlar mumkin bo'ladi nafaqat kodeksi boshqa turlarni misol uchun prezident farmoni prezident qarorlari bo'yicha ham kerakli soliq turi bo'yicha normativ hujjatlarni tanlab bemalol imtiyoz turlarini qancha hisoblanishi kerakligini hamda muddatlarigacha bilib olishlar mumkin bo'ladi amal qilish muddati imtiyozni tugash vaqtigacha va pastda izoh kimlar uchun bunday imtiyoz qo'llanilgani to'g'risida barcha ma'lumotlar keltirib o'tilgan hop ikkinchi mavzuyimiz nodavlat bog'cha tizimidagi ota ona badali to'lov to'g'risida hop nodavlat bog'cha tizimida ota ona badalini to'lanishi o'sha nodavlat bog'cha tizimini o'zida shakllantirilgan o'zlari naqd pulda yoki plastik karta orqali ya'ni realpay tizimi orqali to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin realpay orqali to'langanlari to'g'ridan to'g'ri hisob raqamlarida ko'rinadi naqd pulda topshirganlarini ma'lum davrda o'sha misol uchun bir oylik yoki bir haftalik davrda hisoblangan yoki topshiriq qilib kiritilgan nodavlat bog'cha tizimiga kiritgan naqd pulda deb kiritgan to'lovlarini bankka topshirishlari kerak bo'ladi topshirilgan yoki hisob raqamga tushgan pul mablag'larining ota ona badali bo'yicha tushgan mablag'larini bog'cha ya'ni nodavlat bog'cha bo'yicha bog'chani ehtiyoji uchun ishlatishi mumkin yoki chek orqali naqd pul qilib olishi ham mumkin bo'ladi yoki shartnoma asosida boshqa naqd pul sifatida o'tkazish ham mumkin u o'sha nodavlat bog'cha tizimini o'zini ixtiyoridagi mablag' soliqlarga to'lash mumkin bo'ladi qanday ishlatamiz deganlar uchun chek orqali naqd qilib olsa ham bo'ladi o'z ehtiyoji uchun ya'ni o'sha bolalarni ovqati uchun ishlatish mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam plastik karta orqali yoki korporativ kartaga o'tkazib bemalol undan sarflanishi mumkin bo'ladi soliqlarga to'lash mumkin ya'ni u o'sha korxona yoki yuridik shaxsni ixtiyorida qoladi ishlashlari mumkin bemalol agar
bundan tashqari agar boshqa bir yuridik shaxslar nodavlat bog'cha bo'lmagan yuridik shaxslar o'zlari terminal yoki naqd pulda kassa apparati orqali amalga oshirgan to'lovlarni ham bankka topshirishlari kerak bo'ladi. Ya'ni plastik karta orqali, ya'ni terminal orqali savdo qilgan bo'lsa to'g'ridan to'g'ri shu yerda ko'rinadi. Naqd qilgan savdolarni kassa apparatga urgan bo'lsa kassa apparatga necha pul topshirish kerakligini kassa apparatda ko'rsatilgan z отчетda ko'radi va ushbu summani bankka topshirishlari kerak bo'ladi. Asosiy qisqa mavzumiz shu edi. Ko'proq vaqtimizni savol javobga qarataman. Savollar bo'lsa yozishlar mumkin bo'ladi. Savolimizga tushamiz. Kimlardir savol yozgandir. Savolingiz berishingiz mumkin. Va alaykum assalom. Oilaviy adolat markazidan tashkiloti mavjud. Ha, eshitaman. O'zbekistonda tadbirkorman. Faoliyatni boshlaganimga 6 yil bo'lgan, lekin kecha yaqinda o'sha buyoqlarga shu paytgacha jo'natilgan soliq hisobotlarimizda xato deb bizga aytyapti-da, xato jo'natilgan o'sha ish haqi bilan boyagi hisobotlar xato kelib kelyapti. Buni qaytadan to'g'rilab chiqa olamizmi bu platforma orqali? Xato deb kim aytyapti? O'sha yana 3-4 buxgalter bo'ladigan bo'lsa, yana bitta buxgalterga hozir bu buxgalterimiz ishlash holatini to'xtatyapti-ki, yangi buxgalterga beryapmiz. Shunday deb aytyapti-da menga hozir xato jo'natilgan 1 yillik hisobotlaringiz deb. Xo'p. Keeping tizimi bo'yicha nodavlat bog'cha tadbirkorlari hozircha faqat 2025 ni oylarini hisobot topshirishlarini qayta topshirishlari mumkin. Avvalgi davrlar to'g'risida biz keeping tizimimizga hali to'liq bog'lanmadi. Shuning uchun faqat hozircha 2025 ni o'zini topshirsalar bo'ladi, qayta topshirsa ham bo'ladi. 2024 ni oldingi yillarini o'zlari o'sha nodavlat bog'cha tizimidagi ma'lumotlariga asosan qayta topshirishlari kerak Mansavlog'da o'zidan. Buni hozir men keeping platformasiga biriktirsam, avtomatik o'zi boyagi o'sha ko'rsatmalari orqali bajarsam, avtomatik o'zi hisob kitob qiladi, to'g'rimi? Xuddi shunday, to'g'ri hisob kitob qilib beradi. Faqat yuborsangiz bo'ldi, hisoblab beradi. To'lovlari qanday buni? Tizimdan foydalanish 3 oy bepul, ya'ni bepul davri bor, imtiyozli davr 3 oydan keyin yiliga minimal bazaviy stavka 375 ming so'm. Qancha? 375 ming. 1 yilga. 1 yilga. Keyin o'sha soliq hisobotlari, keyin xizmatlariga yana qaysi turlar kiradi? Soliq hisobotlarini tushundim. Hali yangi aniqlayapman bu. Yaqinda qo'shildim guruhlaringizga, to'liq tanishib chiqilganimni. Xo'p, nodavlat bog'cha tizimi bo'yicha biz keepingimiz asosiy vazifamiz daromad solig'i hisobotini topshirib berish, boshqa xizmatlar shunda ham o'z nodavlat bog'cha tizimida mavjud. Ya'ni ota-onadan topshirishlari, boshqa hisob-kitoblar, keldi-ketdi, bolalar to'g'risida barcha ma'lumot o'zlarida bor. Bizda alohida qaytadan qilish shart emas. Bizdan faqat hisobotni topshirib olishadi, bemalol hisob-kitob qilmasdan tayyorgina tizimda tayyor ma'lumotni topshirib olishadi. Taomnoma hisobotlari ham. Yo'q, taomnoma bizda yo'q. U o'zida menimcha nodavlat bog'cha bizda bo'lishi kerak. Tushunarli, rahmat. Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar. Zapis bo'ladimi deyapti. Albatta zapis bo'ladi. Ya'ni videosini albatta guruhlarga qo'yamiz.
savol bo'lsa yozishinglar mumkin telegram chatimizga yoki xuddi hozirgi tinglovchimiz singari savol bersanglar ham bo'ladi. Qilish kerak boshqa. Eshitamiz, savolingizni berishingiz mumkin. Jasurbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Kechroq kirib qoldim uzr. Ish haqidan imtiyozga, yagona soliqdan imtiyozga soliq kodeksining qaysi moddasi qo'yiladi yoki qaysi qarorda qo'yiladi aka? Kechroq kirib qoldim. Ha, xo'p. Videomizni qo'yamiz, xudo xolasa kanallarga. Aylanma soliq bo'yicha imtiyozlar bitta bo'lmasligi mumkin, o'zingiz faoliyatingizga qarab bo'lishi mumkin. Uni qayerdan qidirish kerak, qanday topish kerak to'g'risida yo'riqnomada ko'rsatib o'tdim, yo'llanma berib, bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Siz endi faoliyatingizga qarab yoki joylashgan joyingizga qarab turib, har kimga alohida imtiyoz belgilangan. Yo'q, nodavlat bog'cha. Nodavlat bog'cha bo'lsangiz, aylanma soliqdan hisobot topshirmaysiz. Aylanmangiz 100 milliondan oshgandagina 4% o'tasiz. To'lanadimi nodavlat bog'chada? 100 milliondan o'tgandan keyin aylanma soliq to'lovchiga o'tasiz. Rahmat. Xo'p. Xo'p, yana kimdir tinglovchimiz yozyapti SMS, hozir o'qiymiz savollarini. YTT o'z hisob raqamidan naqd pul o'z hisob raqamidan naqd pul yoki kooperativ kartaga emas, o'zining shaxsiy plastik kartasiga pul mablag'i olganda, shu olgan pulni daromad solig'i to'laydimi? Xo'p. YTT hisob raqamidan kooperativ kartasiga olmasa yoki naqd olmasdan o'zining kartasiga pul tushirsa, buni soliq tekshiruvida yoki boshqa bir tekshiruvchilar ish haqqi uchun olgan deb hisoblashadi va u bo'yicha daromad solig'i hisoblab berishadi. Albatta to'lanishi kerak daromad solig'i. Hisobotlarni har oyning nechanchi sanasiga topshirishimiz kerak? Javob uchun rahmat. Xo'p. Hisobotlar asosan daromad solig'i bo'yicha hisobotlarimiz har oyning 15-sanasiga deb belgilangan. Agar 15-sana dam olishni to'g'ri kelsa, dam olish kunidan keyingi ish kuniga eng oxirgi kun belgilangan. Misol uchun 15-kuni shanbaga to'g'ri kelsa, 16-17 dushanba kungi hisobot topshirishning oxirgi sanasi hisoblanadi. Xo'p, yana savolni eshitamiz. Hop. Keepingdan foydalanish vaqtimizda savollar yoki qandaydir muammolar chiqsa, kim yoki tel orqali bog'lanib qanday muammolarni hal qilsak bo'ladi? Hop, Jamoliddin aka, keeping bo'yicha muammo chiqsa, keeping chat degan gruppamiz bor, bemalol yozishingiz mumkin. Bundan tashqari, o'sha yerda keeping programmasida yuqorida texnik yordam raqami ko'rsatilgan. Unga telefon qilsangiz ham bo'ladi, shu nomerga Telegramga yozsangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa, imkon qadar vaqtida javob berishga harakat qilamiz.
Yaratyapti. Hop, yana yo savol kelyapti, eshitamiz. Ishlash haqiqatda oson ekan. Rahmat fikrlar uchun. Savollar bo'lsa berishlar mumkin. Bir kishi anaqa qilyapti. Xayriddin eshitamiz, savolingizni berishingiz mumkin. Xayrullo Taxanov. Savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin bemalol. Hop. Bekzod Suyunov, eshitamiz savolingizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitaman, labba bemalol. Hisobchimiz oilaviy bog'cha yakunlariga bog'liq savol bor edi. Oilaviy bog'chalarda imtiyozdan foydalanish uchun ariza yuborildi. Mayli soliq sayti orqali. Lekin unda отказ berildi. Siz qat'iy belgilangan soliqdasiz degan ma'noda rad javob berildi. Savol shundan iboratki, mana yakunda guvohnoma olganda u avtomatik qat'iy belgilangan soliq to'lovchi deb o'tadimi? Biza qat'iy belgilangan soliq to'lovchisi deb ariza bermaganmiz. Aylamada olinadigan soliq hisobotini topshirmoqchimiz. Imtiyozdan foydalangan holda shunga bir maslahat berasiz. Qanday yo'l tutsak to'g'ri bo'ladi? Chunki hozir naqd pul yoki hisob raqamga deb nodavlat sayti ko'rsatyapmiz pul tushumlarini. Bunda baribir ham hisobotda ko'rsatishimiz kerak-ku. Naqd pul yoki hisob raqamga pul qo'yildi degan ma'noda. Rahmat. Savol uchun rahmat kattakon. Agar bu YTT bo'lsa sizda, YTTlari shundoq ham ro'yxatdan o'tganda, ularni o'sha qat'iy belgilangan degani u qat'iy tartibda soliq to'laydi degan ma'noda u aylanma soliq uchun emas, barcha YTTlar uchun aylanma soliqda 100 milliondan ortgandagina 4% soliq to'lashga o'tadi. Shuning uchun bu yerda qat'iy deb belgilab qo'ygan bo'lishi mumkin. Menimcha shunday. Lekin 100 milliondan ortgungacha soliq to'lanmaydi, soliq hisoblanmaydi ularda YTTlar uchun. Asosan yagona o'sha nodavlat bog'cha tizimi bo'yicha aylanma soliqdan soliq chiqmaydi, hisoblanmaydi 100 milliondan ortgungacha. Ortgandan keyin ham undan ortgan qismiga ham balki imtiyoz bo'lishi mumkin. Buni ko'rish kerak. Menimcha ehtimoli katta bo'lishini. Xo'p, endi sizda отказ berganiga sababi menimcha shu boshlang'ich ro'yxatdan o'tishiga YTT bo'lganligi uchun to'g'ridan to'g'ri qat'iy belgilangan degan haligi qo'yilgan, tartib qo'yilgan, soliq to'lovchi tartibi qo'yilgan. Aylanma soliqdan topshirgan pulingiz bo'yicha hisobot topshirsangiz ham sizga menimcha soliq chiqmaydi. Yana ham chuqurroq ma'lumotni buni o'rganib, mana shu yerda sizga mana shu barcha uchun savolni javobini yozib qoldiramiz mana shu chatimizga, gruppamizga. Keyingi savolimiz kelib qoldi yana. Siz to'liq javob bermagan bo'lsam, sizga SMS tariqasida yozaman. Mana shu yerga yozib qo'yaman to'liq javobni. Lekin aylanma soliqda qat'iy belgilangan bo'lsa ham, qanday imtiyoz bergan bo'lsangiz, imtiyozni qabul qilgan bo'lishi kerak. Qachonki siz topshirayotgan pulingiz 100 milliondan ortsagina imtiyoz qo'llanishi kerak bo'ladi. Chunki shundoq ham 100 milliongacha bo'lgan to'lovingizdan soliq hisoblanmaydi. Shuning uchun rad qilgan bo'lishi mumkin. Yana kimdir savol bermoqchi? Ana Salattoy degan yozuvdan adashmasam chiqildi. Yo'q, hozir.
Yani uçurup o'tgan bosib kimsiga. Bekzod suyunma bilan hozir bo'lgan. Ha, hozir. Ana chiqdi. Eshonov Umid savol bermoqchilar. Elabir eshitamiz Umidjon aka. Savolingizni berishingiz mumkin. Baza qayerda saqlanadi? Agar keeping tizim bo'yicha baza degan bo'lsangiz, baza bizni serverlarimizda saqlanadi. Serverda ma'lumotlar saqlanishi to'g'risida kiber xavfsizligi, uni saqlanish muddati to'g'risida kafolatini olishgan. O'sha ofertada imzolangan ofertangizda ham qancha vaqt saqlanishi to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Xavfsizligi to'g'risida ham, saqlanish to'g'risida ham saqlanib o'tilgan. O'chmaydi, chunki ya'ni uzluksiz elektr bilan ta'minlangan tarmoqqa ulangan. Shuning uchun o'chib ketmasligi ehtimoli juda ham yuqori. Davlat ma'lumotlar saqlanadigan bazada saqlanib turadi bizlarga, o'z telekomniki. Ha, bu bitta faqat biz uchun emas, ya'ni tadbirkorlar uchun emas, biz boshqa bir davlat tashkilotlarining ma'lumotlari ham shu serverlarda saqlangan. Shuning uchun buni qo'rqmasdan foydalanishlari mumkin bo'ladi, ishonchli. Hozir videoni qo'shib qo'yamiz. Yarim soat bo'libdi. Savollar bo'lsa eshitamiz yana. Imtiyoz bo'yicha, odona badali bo'yicha. Hop, savollar kelmadi. Vebinarimiz mana yarim soat davom etdi. Yarim soatlik videomizni xudo xohlasa guruhlarga qo'yamiz. Undan tashqari buni ko'rib turib savollar bo'lsa bersanglar ham bo'ladi bemalol. Bugungi mavzuimiz shu edi. Keyingi mavzuimiz xudo xohlasa o'tgangi darsda savol berishgandi. O'sha mavzu bo'yicha xudo xohlasa keyingi darsga imkon qadar webinar qilishga harakat qilamiz. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.